Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan avvallar 50 yoshdan keyingi insonlarni dardi va qo'rquvi bo'lgan, hozirda yosharib ketayotgan, ya'ni 30 yoshdan insonlar dardi va qo'rquvi bo'lgan suyaklarning yemirilishi, ya'ni osteoporoz haqida gaplashamiz. Agar belingizda doim og'riqlar bo'lsa, kichik zarbada suyak sinib qolsa yoki bo'yingiz qisqarib borayotgan bo'lsa, bu tasodif emas, balki bu osteoporozdir. Bu jim ketuvchi, lekin og'ir oqibatlarga olib keluvchi kasallik. Ayollar uchun, ayniqsa hayzdan keyin osteoporoz suyaklarni jim-jim sindiradigan qotillarga aylanadi. Ko'pchiligimiz palonchixon yiqilib tushibdi, oyog'i sinibdi, 6 oydan beri gipsda ekan, bitmayapti, suyaklari yupqalashib ketibdi, suyaklarda osteoporoz bor ekan, chiriyapti ekan degan so'zlar tez-tez quloqqa chalinyapti. Shu va shunga o'xshagan savollar va qo'rquvlar sizni qiynayotgan bo'lsa, bugungi videomiz aynan shu haqida. Shuning uchun bu videoni oxirigacha ko'ring. Suyaklaringizni qanday tabiiy usullar bilan mustahkam va yosh saqlash sirlarini ham albatta sizga aytib o'taman. Avvalambor osteoporoz o'zi nima degan savolga javob topamiz. Bu so'z yunon tilidan tarjima qilinganda bo'sh suyak degani. Ya'ni suyakning ichida zich to'qima bo'ladi va buni orasida kichkina teshikchalar bo'ladi. Endi mana shu teshikchalar kattalashgan sari u og'irlikka, zarbaga chidamsiz bo'lib qoladi. Endi buni qanaqa qilib tushuntirsam bo'ladi? Mana oddiy qilib tushuntiraman. Masalan, uyimizda yopgan non bor, bundoq sindirsak, ichida kichkina g'ovakchalar bo'ladi va uni bosib ko'rsak, ichkariga kirib ketmaydi. Lekin davlatimiz tomonidan ishlab chiqarilgan yoki xususiy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lka bor, u bo'lka. Bunda orasini olsangiz, katta teshikchalar bo'ladi, to'g'rimi? Uni bunday bossangiz, piss etib ichkariga kirib ketadi. Bundoq qilsangiz, yupqa dokadek nima bo'ladi, uzilib ketadi. Bizni suyagimiz ham xuddi shunaqa. Ya'ni uni kichkina g'ovakchalar bo'ladi, unga qattiqlik beradigan, unga egilsa elastiklik beradigan moddalar bo'ladi, minerallar hamda elastik kollagen tolalar. Aynan shu minerallarni kamayishi natijasida suyak arzimagan zarbaga sinib ketadi. Arzimagan. Masalan, yiqilib, qoqilib shundoq yiqildingiz bo'ldi. Suyak o'sha joydan dars ketib sinadi va bitishi ham qiyin bo'ladi. Siz tasavvur qiling, tashqi tomondan suyak sog'lom ko'rinaveradi, lekin ichida asalarning yacheykalariga o'xshab, bo'shliqlar ko'payib seyrashib ketadi. U sinmasa ham ichki muvozanat mutlaq butkul buziladi. Demak, osteoporoz bu suyakning tuzilishi va zichligini asta-sekin yo'qolib borishi ekan. Odatda bizni suyaklarimiz doim yangilanib turadi. Ya'ni eski suyak hujayralari parchalanadi, yangi suyak to'qimalari hosil bo'ladi. Lekin osteoporozda bu jarayon buziladi. Ya'ni yangilanish sekin bo'ladi, suyaklarni eskirishi esa tezlashib ketadi. Bunday qaraganda tashqaridan hammasi yaxshiga o'xshab ko'rinadi. Ammo suyakning ichida juda ham kuchli suslik paydo bo'ladi. U jinsiy va yashirin ketadigan kasallik. Nega jinsiy? Aynan bu ayollarda klimaksdan keyin juda ham kuchli rivojlanadi va yashirin ketadi. Ko'pincha odam o'zini suyaklarini zaiflashganini, singanini bilmay ham qoladi va qachonki suyak bitmay qolgandan keyingina bu haqda xabardor bo'ladi. Endi hammamizda savol tug'iladi. Voy doktor, nimaga biz osteoporoz bo'lib qolamiz degan savol, to'g'rimi? Nima uchun biz osteoporoz bo'lamiz? Osteoporoz bu to'satdan keladigan kasallik emas. U yillar davomida sekin o'zini ishini qilib ketadi. Va u nima uchun paydo bo'ladi? Birinchi o'rinda suyaklarimiz asosan kalsiydan tashkil topgan. Agar organizmga kalsiy yetishmasa yoki uni so'rilishi buzilsa, nima bo'ladi?
organizmda yetishmagandan keyin, qonda kamayib ketgandan keyin nima bo'ladi? Organizm suyakdan olib eritib qonga quyib beradi. Tushundinglarmi? Ya'ni shunaqa faktorlar borki, masalan, bizdagi surunkali yallig'lanish natijasida qonda kislotali muhit paydo bo'lib qoladi. Bu kislotali muhit hayot uchun xavfli bo'ladi. Shuning uchun miya buyruq beradi. O qon deydi, o paratgormon, shunaqa gormon bor. Endi sizlarni ilmiy nomlari bilan boshinglar og'ritmang. Ozgina tanishib olinglar. Darrov gormon ishlab chiqarda suyakdagi kalsiyni eritib qonga olib chiqib ber. Bo'lmasam biz yomon ahvolga tushib qolamiz deydi. Natijada paratgormon chiqadida suyakning ichidagi kalsiylar eritib qonga quyib beradi. Natijada suyaklar bo'shaydi, zaiflashib ketadi. Endi kalsiy tanqisligi nima olib kelar ekan? Oziq-ovqatda vitamin va minerallar kalsiyning yo'qligi, organizmdagi surunkali yallig'lanishlar, mana aytganim, vitamin D ning yetishmovchiligi. Chunki vitamin D nima ish qilardi? Vitamin D bu kalsiyni ichakdan olib kirib, qayga yetkazardi? Qonga o'tkazib berardi. Mana endi oziq-ovqat bilan siz kalsiyni ko'p ichyapsiz, kalsiyni har xil formulalarni ichyapsiz-ku, sizga foyda bermayapti. Chunki u bechora kalsiy kattada. Mana bu nimaga o'xshatsam bo'ladi? Bu xuddiki yo'l to'la tirbandlik. Va avtobusning ichida mana ichagimizga kalsiy kelyapti. Ana shu ostanovka vitamin D hisoblanadi. Ya'ni avtobusda kelayotgan bechora kalsiy to'xtash uchun joy yo'q. Vitamin D unga ostanovka tashkillashtiradi. Har qancha probka bo'lsa ham ostanovkaga boshqa mashina to'xta olmaydi. Haligi avtobus kelib to'xtaydi. Kalsiyni, vitaminni, assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi kalsiyjon? Kiring ichkariga, bizga juda ham keraksiz deb qon tomirni ichiga mana shu vitaminni olib kirib qo'yadi. Tushundilaring-a? Bundan tashqari kalsiy vitaminni olib kirib ham qo'ydi. Kalsiy yetarli ham bo'ldi. Bizni gazli ichimliklar ichishimiz, kofe ichishimiz, fast foodlar ichishimiz bechora kalsiyni yuvib ko'tiga tep haydab chiqarib yuboradi. Mana, ko'rdilaring-a? Birinchi demak kalsiy tanqisligi. Keyingisi o'zi vitamin D ning yetishmovchiligi. Chunki vitamin D aytdik-a, kalsiyni qo'ldan ushlab, iltimos, bizga juda keraksiz deb ichakdan shunday olib kirib, qon tomiriga qo'yib qo'yadigan narsa. Demak, vitamin D qayerda paydo bo'ladi bilamiz. Vitamin D bu quyosh nurida paydo bo'ladi. Lekin biz hech qaysimiz chiqib zagar olmaymiz. Zagar olgan taqdirimizda ham bizga ultrafiolet nurlar yetib kelmaydi. Chunki bu bizni toshgan havosida changlarga urilib, yarim yo'ldan bu yoqqa o'ta olmay qoladi. Shuning uchun vitamin D ni albatta qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Endi vitamin D ni qanaqa qabul qilamiz? Uni qanaqa kofermentlari bor? Bu ham chuqur mavzu. Vitamin D ham o'zidan o'zi kirib keta olmaydi. Uni ham qo'ldan ushlab olib kirib qo'yadigan do'stchalari bo'ladi. Bu haqda sizlarga men Ona tabiiy badr kursida to'liq ma'lumot beraman. Agar bu qiziq bo'lsa, sog'lom avlod yetishtirishga sizlarda rag'bat bo'lsa, bemalol shu kursimda o'qinglar. Shu kursda vitamin D haqida ham gapirganman. Keyingi o'zgarishlar bular gormonal o'zgarishlar, ayniqsa ayollardagi. Ya'ni bizni go'zalligimiz, bizni chiroyimiz bo'lgan estrogenlarni pasayishi bu suyaklarni tez parchalanishiga olib keladi. Shuning uchun ham osteoporoz ayollarda erkaklarga nisbatan 4-5 marta ko'p uchraydi. Va keyingi sababchi bu harakatsizlik. Hozir kundagi gipodinamiya, kam harakatlik mana shu kasallikni yana ham kuchaytiradi. Skelet faqat harakatda mustahkamlanadi. Yurish, sakrash, yengil mashqlar suyaklarga signal beradi. Menga kalsiy kerak degan. Endi harakatsiz insonda bunaqa signal yo'q. Nima kerak bor? Yotibdi, metabolizm pasayadi, qon aylanish pasayadi va organizm suyakni qurilish uchun keraksiz deb o'ylab parchalab tashlaydi. Mana sizlarga kam harakatlikning oqibati. Va uzoq muddatli stress va uyqusizlik. Kortizol gormoni, stress gormoni suyaklarni parchalaydigan gormon hisoblanadi. Shuning uchun stressli hayot, davomiy uyqusizlik bo'lsa sizda, unda assalomu alaykum deb osteoporoz kelishini kutaversangiz ham bo'ladi. Osteoporoz kimlarda rivojlanadi? To'g'rimi?
Bu savolga javob berish kasallikni oldini olishning eng muhim qadami. Chunki osteoporoz qarilik kasalligi emas, hozirgi kunda u 30 yoshda ham boshlanyapti. Eng keng tarqalgan 10 ta xavf omillarni sanab o'taman. Birinchi, 50 yoshdan yuqori bo'lgan har 3 ta ayolning bitta nafarida osteoporoz bo'ladi. Erta klimaks xavfi bo'lgan ayollar osteoporozga tez chalinadi. Kalsiy va vitamin D tanqisligi, oziq-ovqatni kam iste'mol qilish yoki so'rilish muammosi, harakatsiz hayot, ortiqcha kofe, kola, shirinlik, fast-foodlar. Bular hammasi minerallar haydab chiqaradi. Ortiqcha vazn yoki juda ozg'inlik ikkovi ham suyak strukturasini buzuvchi, salbiy ta'sirlar qiluvchi omil hisoblanadi. Keyingisi genetik omil. Agar siz onangizda, dadangizda, buvingizda osteoporoz bo'lgan bo'lsa, demak sizda ham bu xavf yuqori. Xronический kasalliklar, ya'ni surunkali kasalliklar, qandli diabet, reumatoidni artrit, gipotireoz, buyrak kasalliklari, chunki bularda doim muhit kislotali bo'ladi, ya'ni oksidativniy stress kuchli bo'ladi va organizm shuni neytrallash uchun har doim suyakdan magniy, kalsiyni yuvib qonga chiqaradi. Shuning uchun surunkali kasalliklardan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Surunkali kasalliklar sizni illigingizni sug'urib olib o'ldiradigan kasalliklar. Keyingisi dorilarni nihoyatda sevuvchilar. Ayniqsa steroid gormonlar, gormonal vositalar va teshik ichak sindromi uchun beriladigan ba'zi bir dorilar. Chunki gormonlar suyakni, ayniqsa glyukokortikoidlar, bular suyakni yemirilishiga katta hissa qo'shadi. Va stress va uyqusiz odamlar, defitsitlar va buyrak nagruzkasi ham mana bunaqa kasalliklarga olib keladi. Sizlarga savol, o'zingizda yoki yaqinlaringizda yuqoridagi omillardan kami bittasi bormi? Izohlarda yozing. Bo'lishi mumkin. Balki bu video ularga qo'l kelib qolar. Yana bir qiziq ma'lumot. Bilasizlarmi? Yengil harakatlar suyaklar uchun juda ham foydali. Yurish, yengil mashqlar, hatto bog'ida ishlash va ketmon chopish suyaklarni tiklaydi. Harakatsiz hayot esa suyaklarni tezda zaiflashtiradi. Endi osteoporozning belgilari bilan gaplashamiz. Juda yomon kasallik ekan. Qattan bilamiz, qanaqa belgilari bor degan savol tug'iladi, to'g'rimi? Osteoporozni qanday bilish mumkin? Ajablanarlisi shundaki, ko'p hollarda inson bu kasallik borligini qachonki suyagi sinmaguncha bilmaydi. Bu kasallik juda ham xomush, sust ketadi va odam buni bilmay qoladi. Lekin quyidagi belgilar signallar bo'ladi. Hamma narsada signal bo'ladi, hech narsa o'z-o'zidan bo'lmaydi. Quyidagi signallar osteoporozdan belgi bo'lishi mumkin. Bu degan 100% shu kasallik yo shu holat bo'lsa senda osteoporoz bor degani emas. Balki o'ylab ko'rishing kerak, tekshirtirib ko'rishing kerak degan. Belda, umurtqada, tizzada doimiy og'riqlar, qiyshayib yurish, qiyin o'tirish va turish, bo'yni qisqarishi, bir necha yil ichida 2-3 santimetrgacha tez qisqarib ketish. Bu ham osteoporozning bitta belgisi hisoblanadi. Bo'g'imlaringizda shiq-shiq, chiq-chiq degan tovushlar. Endi bu tabiiy holat ham bo'lishi mumkin. Bu suyak va bo'g'imlarni mustahkam emasligidan ham dalolat berishi mumkin. Arzimagan zarbada ham, hattoki shunchaki yiqilib tushsangiz ham suyaklaringiz tez-tez sinib qolishi. Omborga o'xshagan tana ko'kragi, ya'ni tana shakli. Bu nima degani? Bu ko'krak oldiga chiqib, bel orqaga egilib qoladi. Kampurushkalarga boru, mandaqa qassiga tuyanib, bukurlanib qoladi. Bu allaqachon osteoporoz shakllanib, og'ir ahvolga o'tganini ko'rsatadi. Og'zingizdagi tishlaringiz tez-tez qimirlashi, sinishi bu suyak zichligini butun tanada, jumladan jag' suyagida ham ketayotganini bildiradi. Qabulimdan bir misolda aytaman. Yaqinda bitta bemorim keldi. Doktor, belim sinibdi, lekin men hech qayerga yiqilmadim deyapti. Qani, shunchaki o'tirgan, bo'ldi, beli singan. Tekshirtirsak, osteoporoz ekan.
juda ham suyaklarim zaiflashib ketibdi. Endi qatorroq kulgani ham qo'yapman deyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Qanaqangi bu ko'rinmas qotil. Shuning uchun ogoh bo'ling. Agar sizda yuqoridagi belgilar bo'lsa, bu jismoniy qarish emas. Bu suyaklaringizni sizga yordam so'rab qichqirgan signallari bo'lishi mumkin. Bu belgilar kechmas va siz bemalol uni to'xtata olasiz, xudo xolasa. Lekin vaqtida davolanmasangiz nima bo'ladi? Bilak, son umurtqa suyaklarining sinishi, bo'yni qisqarishi, belni qiyshayshi, surunkali og'riqlar va harakatlarning cheklanishi, nogironlik va hayot sifatining pasayishi bu kasallikni asorati bo'lishi mumkin. Xo'p, endi mana shu signallar bor ekan, mana shunaqa belgilar menda bor. Endi qanaqa qilib aniqlayman yoki shuni o'zi yetami degan savol tug'iladi, to'g'rimi? Osteoporoz shunday kasallikki, u his qilinmaydi, u o'lchanadi. Ya'ni siz faqat sezish emas, balki aniq tekshiruv orqali bilishingiz mumkin. Va eng muhim tekshiruv bu densitometriya. Ya'ni bu suyakni zichligini o'lchovchi maxsus qurilma. Shu orqali bilamiz. Qo'shimcha sizni suyaklaringiz faqat kalsiy emas, boshqa elementlarga ham muhtoj. Bu fosfor, magniy, vitamin D25, OH fraksiyasi, paratgormon va osteokalsin. Mana shularni tekshirtirishimiz kerak bo'ladi. Endi tasavvur qiling, sizda osteoporoz bor yoki siz uni oldini olmoqchisiz. Nima qilamiz? Xo'p, shu osteoporozni davolash uchun degan savol tug'iladi, to'g'rimi? Xo'p, osteoporoz bor bo'lsa yoki siz taxmin qilyapsiz, menda ham moyillik bo'lishi mumkin degan. Buni yaxshi yangiligim shuki, siz oldini olishingiz va endi boshlanayotgan bo'lsa, to'xtatishingiz mumkin. Birinchi o'rinda parhez va tabiiy ozuqalar, ikkinchi hayot tarzi va qo'shimcha dori-darmonlar. Ozuqa bu asosiy qurol. Suyaklar nimaga muhtoj? Kalsiyga, vitamin D va K2 ga, magniy, sink, bor va kollagenlarga muhtoj. Kollagen haqida alohida video qilganman, bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Endi qaysi mahsulotlarda shu moddalar bor degan savol tug'iladi. Eng yaxshi kalsiyga bor lider mahsulot bu kunjut. Eng tabiiy kalsiy, bir qoshiqda 88 mg kalsiy bor. Tuxum sarig'i, vitamin D va oqsil kollagenlarga boy. Baliq, sardina, skumbriya, kalsiy va omega 3 ga boy. Suyak sho'rva, eng yaxshi kollagen manbai kalsiy, magniy ham uning ichida. Tuyoq sho'rva, ilik sho'rva, ko'katlar, kashnish, ismaloq, rayhon, quruq mevalar, yong'oq, bodom quritilgan turshak. Va albatta quyosh va vitamin D ni esdan chiqaramiz. Vitamin D kalsiyni so'rilish uchun juda ham kalitdir, kalit. Har kuni ertalab mana shu iliq quyoshli vaqtda 15-20 daqiqa quyoshda yurish ham vitamin D ga bo'lgan ehtiyojimizni qondiradi, ham fizik faolligimizni oshiradi, ham kayfiyatimizni ko'taradi. Agar sizda qoningizda vitamin D ni miqdori, ya'ni fraksiyasi 25 OH ni fraksiyasi 40 dan past bo'lsa, albatta qo'shimcha vosita sifatida biologik aktiv moddalar qabul qilishingiz mumkin. Eslatma, bizni Zaytun Medtib korxonasi ham vitamin D ni yog'li eritmasi, ya'ni xoliya kalsiy ferol shaklda ishlab chiqargan va har bitta tabletka o'zida 5000 xalqaro birlik vitamin D saqlaydi. Va albatta bu juda ham ideal bo'lgan biz uchun doza hisoblanadi. Bemalol xarid qilib olishingiz mumkin. Endi yana bitta eslatma, vitamin D ni vitamin K2 bilan birga iste'mol qilish kerak. Nimaga? Chunki vitamin D kalsiyni qonga yetkazib bergani bilan uni suyakka yetkazib beruvchi narsa bu vitamin K2 hisoblanadi. Agar siz vitamin D ni juda katta miqdorda qabul qilsangiz va suyagingizni hali ham yaxshi bo'lmaganini sezsangiz, bilingki, siz demak K2 formasiz ichyapsiz. Bu K2 formasiz vitamin D ni katta dozalarda qabul qilish
buyraklarda, qon tomirlarida kalsinatlarni, ya'ni ohaklanishni kuchaytiradi. Shuning uchun ham albatta vitamin D ni K2 bu K2 ni ham MK7 formasini olib iste'mol qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunda yurak va buyrakda kalsiy to'planishini oldini olasiz va siz ichayotgan kalsiyni vitamin D orqali K2 suyaklarga o'tkazib beradi. Xo'p, keyingisi harakat va badan tarbiya, trenajyor. Skelet ishlamasa suyak yo'qoladi. Har kuni 30 daqiqa yurish, eng zo'ri yurish. Shunchaki yuring bo'ldi. O'tirib turish mashqlari, yengil sakrash, agar sizda sinish bo'lmasa, osteoporoz endi nima deydi, rivojlanib ketmagan bo'lsa, profilaktika uchun sakrasangiz bo'ladi. Hatto bog'da ishlash, hatto tahorat qilish, hatto namoz o'qish. Hammasi umuman harakat. Ketmon chopish. Hammasi harakat. Qo'shimcha vositalar, demak, kalsiyni sitrat yoki laktat shaklda qabul qilish, magniy qabul qilish, bor qabul qilish, sink qabul qilish va albatta bularni qabul qilishda shifokor maslahati bilan qabul qilish kerak. Qanaqa shifokor? Preventiv shifokor. Chunki biz oddiy shifokorlarimiz buni hatto tushiga ham kirmagan, ko'pi bilmaydi ham va men bunga kafolat berib aytaman. E'tibor bering. Osteoporoz faqat kalsiy bilan emas, faqat vitamin D bilan emas, balki to'g'ri hayot tarzi bilan davolanadigan kasalliklar. Ya'ni buni davolash uchun tabobat nuqtai nazaridan sittai zaruriya degan narsa bor. 6 zarur shart. Shuni hammasini to'g'rilash kerak bo'ladi. Harakat, ruhiy kayfiyat, uyqu, parhez hammasi sizga yordam beradi. Hech qanaqa tabletka bilan siz bu muammoni tugata olmaysiz. Endi ko'pchilikda savol tug'iladi, nima qilsak biz osteoporozni profilaktika qilgan bo'lamiz. Ko'pchilik osteoporozni qarilik kasal deb o'ylaydi. Lekin asosiy sabab bu qarilik emas, bolalikdagi suyaklarni to'g'ri yetuk bo'lmasligidan. Suyaklar salomatligi bolalikda asos solinadi. Ya'ni osteoporozni oldini olish 3 yoshda, ya'ni suyaklar rivojlanishining o'zini vanalari bo'ladi. 7 yoshda 12 yoshdan boshlanadi. Tasavvur qilyapsizlarmi? 40-50 yoshli narsalaring 3 yosh, 7 yosh, 12 yoshga borib taqaladi. Eng muhim davr bu bolalik va o'smirlik. Ya'ni suyakning zichligi 80% yoshlikda shakllanadi. Agar o'sha yoshli vaqtda bolajonlarda kalsiy, vitamin D, minerallar yetarli bo'lmasa, katta yoshda osteoporoz xavfi kuchli bo'ladi. Xo'p, bolajonlarimizni qanday qilsak mana shunday xavfdan xoli qila olamiz degan savolga javob Ona tabibati nomli kursimda o'qing. Bu kursda men qanday qilib sog'lom bola katta qilish mumkin, qanday qilib ximikatlarsiz bolani tarbiyalash mumkin va qanaqa ovqatlanish kerak degan barcha savollarga, ya'ni bolajonni tug'ilgandan to tetapoya bo'lguncha nimalar, qanaqa kasalliklarga chalinish mumkin bo'lgan kasalliklar, ularni tabiiy davolari, tabiiy yechimlari va sog'lom bo'lish uchun qanaqa sharoit qilib berish kerak, to'liq 40 dan ortiq darslarimda ma'lumotlar berganman. Bolajonlarni ovqatlanish uchun nima kerak? Kalsiyga boy taomlar, tabiiy taomlar. Kunjutli, go'shtli, yogurtli, tuxumli, sabzavotli, mevali Alloh taolo yaratgan yer yuzidagi hamma narsalar, faqat tirik narsalar, ximikatlar emas, fast foodlar emas, shirinliklar emas va mana shu do'kon peshtaxtadagi soklar emas. Aynan shular mana shu vitamin D ni, shuningdek kalsiyni yuvib chiqarishga katta xizmat qiladi. Va bolajonlarimizni qo'liga planshet emas, balki velosiped, to'p va hokazolar tutkizishimiz kerak va ularni sport bilan shug'ullanishiga undashimiz kerak. Telefonda o'tirish, planshet, ekran vaqtini cheklash kerak. Sizlarga qo'rqinchli raqamlar aytaman, lekin qo'rqitish uchun emas. Hozirgi vaqtda bolalarda nihoyatda harakat pasaygan va bolajonlarning qon tahlillarida mana oldimga juda ko'p bolalar keladi, katta kichik hammani ko'raman. 70-80% da vitamin D tanqisligi bor hozir. Tahlillarimda juda ko'p tahlil topshirtiraman, bilasizlar, chunki men o'zim preventiv shifokorman va tahlillarni juda ko'pida bolalarda oksidativ stress, laktoatsidoz va vitamin D ni tanqisligini ko'raman.
Bu esa ertaga muqarrar osteoporoz degan. Tasavvur qilyapsizlar, muqarrar osteoporoz degan. Ota-onalarga shuning uchun maslahat: birinchi o'rinda tibbiy sog'lig'inglarni oshiringlar. Bola tarbiyasi shunchaki bu nima deydi, havas, orzu emas, balki bu mas'uliyat. Bolani bel og'rig'i, bo'yni past bo'lishi, og'izda tish muammolari shunchaki holat emas, balki bu chuqur defitsitlardan bo'ladi. Erta yoshdanoq bolalarda yaxshi odatni shakllantiring. Sog'lom taom, harakat, quyosh, demak chiniqish va hokazolarni albatta uni kun tartibiga kirgizdiring. Demak, osteoporoz faqat davolash emas, balki bolalikdan oldini olish kerak bo'ladi. Agar farzandingiz bugun kunjut yesa, tabiiy ovqatlansa, ertaga kalta yemaydi. Endi osteoporozda qanaqa xatolarga yo'l qo'yishimiz mumkin yoki qaysi xatolar biz uchun zararli bo'ladi va qanaqa foydali odatlar shakllantirishimiz kerak. Osteoporoz faqat nima yeb ichish kerakligini bilish emas, balki nima qilish mumkin emasligini ham bilish kerak. Chunki ba'zi oddiy xatolar sizni barcha harakatlaringizni chippakka chiqarishi mumkin. Eng katta yo'l qo'yiladigan xatolar faqat kalsiy qabul qilish. Boru bizni doktorlar faqat kalsiy yozadi, tinmay kalsiy ichaveradi, foyda yo'q. Uni kofaktorlari vitamin D va K2ni unutish. Gazli ichimliklar, kofe, shakarni ortiqcha iste'mol qilish. Ya'ni siz vitamin D2ni ham ichyapsiz, vitamin D3, K2ni ham, kalsiyni ham ideal hammasi, lekin tinmay gazli ichimlik, kofe, shakar ichyapsiz. Endi nima bo'ladi? Bular kalsiyni yuvib chiqaradi. Shakar muhitning ishqorligini yo'qotadi, zakisleniya qiladi. Natijada yana suyakdagi kalsiy qonga yuvilib chiqadi. Ana, siz qilgan ishlaringiz chippakka chiqadi. Siz faqat tabletkalar, batlar 20 tasini mana Gulbahor Sattarova yozib bergan deb ichib qoningizni qashlab yotibsiz divanda. Endi bunda ham suyak mustahkamlanmaydi-da. Chunki bu moddalanma shu yaxshi bo'lish kerak. Bunga sal bosim tushish kerak, yurish kerak, turish kerak, suzish kerak, harakat qilish kerak. Bizda tezkor osteoporozim bor ekan, shuning uchun meros ehtiyot bo'lib yuryapman. Baraka topkir, osteoporoz bor degan bu hol sen sinib qolasan degani emas. Sen harakat qilmasang, yurmasang, qayerdan kalsiy magniy keladi? To'g'rimi? Nima kerak bor kalsiy magniy? Yaxshi o'tiribmiz deydi. Miya ham komfortini buzmaydi. Sen yursang, tursang, harakat qilsang, sal terlasang, keyin moddalanma shu yurishib, bizga kalsiy kerak ekan, davay bizga jo'nat deydi-da. To'g'rimi? Shuningdek, siz hammasini chiki qilyapsiz, arzimagan narsadan pashidan fil yasab stress qilaverasiz yoki uxlamaysiz. Bu ham suyak parchalanishini tezlashtirib beradi. Va qo'shimchalarni o'zboshimchalik bilan qabul qilish. Ya'ni, masalan, sizga kalsiy kerak emasdir balki sizda fosfor bordir. Shuning uchun beta standarti yo'q. Buni shifokoringiz hal qiladi. Balki sizda kollagen yo'qdir. Balki sizda gormonal muvozanat buzilgandir. Balki. Chunki gormonlar ham, masalan, oddiy buqoq ham juda katta mana shu osteoporozga olib keladi. Buqoq. Chunki hamma metabolizm buqoq boshqaradi. Yoki sizda sistit bordir. Sistitni hisobiga doim sizda zakisleniya bo'lar. Yoki aslida surunkali vaspaleniya bordir. Shuning uchun bitta bat qabul qilish bilan muammo tugamaydi. Chunki bu polietiologik, ya'ni ko'p sabablar bilan, ko'p omillar ta'sirida rivojlanadigan kasallik. Xo'p, foydali odatlarni qanday saqlaymiz? Oddiy qilaylik. Har kuni ovqatingizga kunjut qo'shing, tuxum qo'shing, suyak sho'rva va yana tabiiy mahsulotlardan mo'miyo. Mo'miyo ham juda ham yaxshi foyda qiladi, mo'miyo. Davomiylik, bir hafta parhez qilish shart emas, balki doim sog'lom turmush tarzini shakllantirishingiz kerak. Oilaviy odat qiling, farzandlaringiz bilan harakat qiling, bog'larga chiqing, tog'larga chiqing, jismoniy nagruzka qiling, fitness zallarga boring va albatta shifokor nazoratda bo'ling. Har 6 oyda bir marta ozgina cho'ntagingizdan pul sarflab bo'lsa ham tahlillar topshiring. Azizlar, xulosa, demak, sog'lom suyak butun tana asosi. Bu ishda sizdan boshqa hech kim mas'ul emas. Kech emas, hozir boshlang. Suyaklarni quvvatlang.
qizingizda, o'zingizda va oilangizga saodat ulashing va tibbiy savodxonlikni oshiring. Endi Zaytun Metib korxonasi tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga kelsak, juda ko'p mana shu osteoporozni oldini olish uchun mahsulotlar bor. Jumladan sinkni sitrat shakli, vitamin D3, shuningdek magniyni sitrat va glitsinat formalar va jigar buyrak kasalliklari uchun juda ko'p biologik aktiv dabavkalar bor. Bizni Telegram kanalda kuzating va tabiiy mahsulotlar nomli Telegram kanalimizga obuna bo'lsangiz, kirsangiz, u yerda mahsulotlarimiz haqida to'liq ma'lumotlar berilgan. Shuningdek, mani doktor Gulbahorni juda ko'p kurslari bor. Agar siz tibbiy savodxonlikni oshirishni istasangiz, farzandlaringizni chiroyli tarbiya qilishni xohlasangiz, ularga fundamentni chiroyli qo'yishni xohlasangiz, mani Ona tabibadir nomli kursimda o'qishni taklif qilaman. Kurs haqidagi batafsil ma'lumotlar ssilkada berilgan. Bemalol o'tib, kursimda chegirmalar bilan o'qish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Agar sizga suhbatim yoqqan bo'lsa, like bosishni, sahifamga obuna bo'lishni va qo'llab-quvvatlanishni unutmang. Men esa sizlarga yanada qiziqarliroq va juda kerakli bo'lgan mavzulardan ma'lumotlar berib boraman.